Assalomu alaykum barchaga. Demak, BSB va CSB tahlillari bo'yicha video dars qilamiz. Hamma uchun ozgina muammo bo'layotgan, ya'ni foiz chiqarish muammo bo'layapti. Shuni oddiy qilib veb-sayt orqali qilsangizlar bo'ladi. Shunga ozgina dastur yaratib qo'ydik. Xo'p, demak, birinchi qiladigan ishimiz o'sha telefon bo'ladi. Men kompyuterdan kiraman. Telefonda ham xuddi shu holatda kirib ko'raverasizlar. Demak, brauzer orqali kirasizlar. O'sha kompyuter bo'ladimi, telefon bo'ladimi, farqi yo'q. Telefonda ham qila olasizlar demoqchiman, ya'ni bemalol telefon orqali ham qilsangizlar bo'ladi. Xo'p, mana demak, brauzerga kirib olamiz. Xuddi kundalik kunga qanaqa qilib kirsanglar, xuddi shunaqa holatda kirasizlar. Va kirganlaringizdan so'ng bsb.csb.uz deb yozasiz. Ya'ni saytimizning nomi, veb saytimizning nomi bsb.csb.uz. Bosamiz. Saytga olib o'tadi va biz akkaunt yaratib olishimiz kerak. Mana kirishni bosamiz. Mana bu yerda akkaunt yaratish turibdi va mana bu yerda video qo'llanma turibdi. Xohlang Instagramda kuzating, xohlang YouTube'da, xohlang Telegramda. Demak, kirishni bosdik, akkaunt yaratishni bosamiz. Bizni telefonda o'zi to'g'ridan to'g'ri olib o'tadi Telegramga. Bizni Telegramga olib o'tadi, ya'ni botga olib o'tadi bu yoqqa. Shunda botda start tugmasini bossangiz, ya'ni sizda start chiqadi. Men avval nimaga o'tganman? Ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun hozir nima chiqyapti? Xullas, start tugmasini bosamiz. Start tugmasini bossak, mana bizdan telefon raqami so'raydi. Endi avval o'tganim uchun telefon raqamini o'zgartirish so'rayapti. Sizda telefon raqamini yuborish so'raydi. Xullas, mana telefon raqamini yuborish tugmasini bossak, bizdan telefon raqamini yuboradi. Telefon raqamingiz mana muvaffaqiyatli o'zgartirildi deyapti. Endi sizda ro'yxatdan o'tdingiz deb chiqadi. Shunda yana saytga qaytib olamiz. Yana mana bu yerga nomerimizni terib olamiz. Nomerimizni teramiz, tizimga kirishni bosamiz. Xo'p, mana tizimga kirishni bosganimizda bizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Qayerga yuboriladi deganda Telegramga, o'sha botga yuboriladi. Ya'ni bizda, ya'ni buni kutib turmanglar, SMS keladi deb. Yo'q, Telegram botga yuboriladi. Mana 6134. Demak, shunda 6134 ni terib olamiz mana. Mana kirdi. Chiqib ketib qoldi. Yo'q, kirdi. Mana kirdi, akkauntimiz kirib oldik. Endi bsb, csb, xohlasak bsb, xohlasak csb, qaysi kerak bo'lsa, ikkovini ham tushuntiraman. Mana bsb ga kiramiz. Yangi csb yaratishni bosamiz. Kim bo'lsa kiritamiz. Mana Ishmatov. Xo'p, Toshmat. Xo'p, o'qituvchi kim? Toshmatov. Xullas, kimdir. Viloyatni tanlaymiz. Xo'p, Buxoro viloyati misol uchun, tuman Buxoro viloyati bo'lsa, o'sha Buxorodagi tumanlar, Samarqand bo'lsa, Samarqand tumani. Va bu yerda chorak, 4 ta chorakdan biri, endi nechinchi chorak turgan bo'lsak, yarim yillik bo'lsa, yarim yillik, 1 yillik bo'lsa, 1 yillik. Shuning uchun bosamiz. Mana birinchi chorak misol uchun BSB raqami, masalan 5 mi, 6 mi, 15-chi BSB mi? Xullas, bosamiz. Fanni tanlaymiz. Informatika bo'lsa informatika, adabiyot bo'lsa adabiyot, matematika bo'lsa matematika. Sinfni yozib olamiz. Endi hammada har xil, uchun yoziladigan qilib qo'ydik. Misol uchun harfi yo'q bo'lsa 6 deb qo'yasiz, bo'ldi. Agar nima bo'lsa 6-chi, misol uchun A deb yozsangiz, pastida qanaqa ko'rinishi chiqib kelyapti. Mana natija 6-chi sinf ko'rinishida chiqadi. Maktabingiz kiritasiz. Idum bo'lsa idum, 5 bo'lsa 5, 6 bo'lsa 6, xullas kiritib olasiz. Pastida mana shunaqa ko'rinishda chiqarib berasiz. Keyingini bosamiz. Keyingini bosgandan keyin savollar soni so'ralyapti. BSBda bilamiz, ko'p hollarda 5 ta, kimdadir 4 tadir. Xullas 5 ta bo'lsa 5 ta, 6 ta bo'lsa 6 ta, o'shani kiriting. 4 ta bo'lsa 4 ta mana. Birinchi savol bali, ya'ni birinchi savolga beriladigan ball bor, bilamiz. Deylik 6 ball. Keyingisiga beriladigan ball bor, masalan 7 ball. Keyingisi 5 ball, keyingisi deylik 8 ball va bularning ichida ham o'sha birinchi savolga
Masalan 6 balldan 2,4 qo'yishingiz mumkin. Buni hozir keyingi kunlarda ko'ramiz. Keyingi qiladigan ishimiz maktabga kirgan holatda o'sha o'quvchilarning ism familiyasini yuklab olishimiz kerak. Imkon bo'lsa buni birinchi mana shu saytga kirmasdan oldin yuklab olgan ma'qul. Demak, hozir o'sha yuklab olamiz. Mana maktabga kiramizda o'quvchi ism familiyasini yuklab olamiz. Xo'p. Demak, kiraman. Bir marta yuklab olsangiz, o'tayotgan sinflaringizda keyin qayta yuklab ketaversangiz bo'ladi. Ya'ni yuklab o'tirmaysiz qayta. Jurnal tanlaymiz, kerakli sinfni tanlaymiz. maktabdan endi hamma tushunadi buni, to'g'rimi? Xo'p. Mana nechinchi sinf sizniki? Misol uchun 7-Adir, 6-Edir. 7-sinfni tanlaymiz. Xo'p. Misol uchun qaysi fandan edi bizniki? Matematikani belgiladikmi? Matematika. Demak, matematika fanidan telefonda bu chiqmaydi. Yuqoridagi o'ng burchakda 3 ta nuqtani bosib turib, desktop versiya turadi, o'sha Dile kompyutermi, shunaqa telefonda. O'shani bossangiz, mana bunaqa belgi chiqib keladi. Excelda eksport qilish. Bo'lmasa telefon varianti, ya'ni turgan bo'lsa, u chiqmaydi. O'shani bossangizgina, ya'ni kompyuter variantiga o'tkazsangizgina chiqarib beradi mana buni. Demak, Excelda eksport qilishni bossangiz, mana bu yerda eksport qilish dars rejalashtirishda deyapti. Bu yerda jurnal eksport qilamiz biz. Mana jurnal eksport bo'ldi. Xuddi shunaqa qilib, mana 7-B matematika. Xuddi shunaqa qilib hamma sinfda jurnalni yuklab olasiz. Tushunarli? Demak, endi saytimizga qaytib olamiz. Mana biz yuklab oldik-da, chunki. Endi faylni yuklashni bosamiz. Faylni yuklashni bosdik. Bizga yukladik hozir 7-B sinf. Bosdik. O'sha mana ismi familiyani bizga chiqarib beradi. Xohlasangiz, agar ketgan o'quvchi bor-u, lekin kundalik bilan chiqarilmagan bo'lsa, o'chirib yuborishingiz mumkin. Misol uchun mana o'chirib yuborishingiz mumkin. O'chirib yuboraylik, mana ko'prog'ini. Bu yoqda sal tushunishimizga oson bo'ladi. Mana xullas 20 nechtadir qoldi bizda. O'chirib chiqishingiz mumkin yoki ismini ham tahrirlashingiz mumkin. Yoki-da mana bu yerda o'quvchi qo'shishingiz mumkin. Demak, keyingini bosamiz. Keyingini bosdik. Mana bu yerda mana chiqarib beryapti bizga Azam Shohxo'ja. Masalan, birinchi savoldan 6 balldan necha ball oldi? Kiritamiz. 2,4dir. 5dir yoki 4, 10, 10 kiritib bo'lmaydi, 8 kiritib deyapti. Shunaqa qilib to'ldirib chiqamiz. Xullas, mana to'ldirib oldim. Mana jami 26 ballni beryapti. Azam Shohxo'ja 21 ball olyapti va hokazo. Mana xullas to'ldirib oldim. Demak, saqlashni bosamiz. Saqlashni bosganimizda bizga PDF shaklida yuklab olish chiqadi. PDF shaklida yuklab olishni bosamiz. Xo'p, demak, PDF shaklida yuklab olishni bosgandan keyin mana to'lovni amalga oshirish chiqadi. To'lovni amalga oshirishni bosamiz. Demak, hoziroq to'lovni bosamiz. Kimdadir klik bo'lsa, o'sha klikka o'tib nima qilishi ham mumkin. Xo'p, BSB 2000 so'm oladi, CSB 3000 so'm oladi. Xo'p, obunachilarimiz ko'paysa, albatta uni kamaytirishimiz ham mumkin yoki maktab obunasini ham chiqaramiz, xudo xolasa, agar kimdirlar qiziqsa. Xo'p, mana to'lovga o'tdik. Demak, karta raqamini kiritamiz bu yerga. Menikini kiritilgan ekan. Karta raqamini kiritsak va продолжitni bossak, bizga mana SMS keladi telefonimizga. O'sha holatda kimlar klik bo'lsa, klikdan to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishi mumkin yoki o'sha men ko'rsatgan holatda qilishi ham mumkin. Bizga SMS keladi, shu SMSni kiritib yuboramiz. Kodini, ya'ni kelibdi 80614.
bosdik. Xo'p. To'lov amalga oshdi mana va bizga endi PDF ni BSB botimizga tashlab beraman. Mana BSB botimizga kelib tushdi. Ichiga kiramiz. Kirdik. Mana bizga BSB tahlilini tayyor variantda chiqarib berdi mana. Usul birlashma rahbari, o'qituvchi, xuddi shu tarzda CSBni qilib olsangizlar bo'ladi. Mana shu holatda. Foydali bo'lgan bo'lsa, bemalol foydalansangizlar bo'ladi, ya'ni kimgadir agar kerak bo'lsa. Xo'p, endi BSBni ko'rdik. CSBni ham yaratishni o'rganamiz. Mana CSBni bosamiz. Bu yerda mana yangi CSB yaratish chiqadi. Avval yaratgan ekanmiz biz, nima qilib sinab. Xo'p, yangi CSBni yaratishni boshladik. Bu yerda o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarini so'raydi. Kim bo'lsa kiritasiz. Xuddi o'sha BSBda nima ish qilgan bo'lsangiz, bunda ham xuddi o'sha ishni qilasiz. Matematika 6-qaysidir sinf, nechinchidir maktab. Endi bu yerda hammamizda bor bilish, qo'llash nimani ballari. Bilishda bali nechi? Soni nechta? Mana shu yerga sonini kiritasiz, 4 tadir. Har bir savolga o'sha yozib qo'ygan, bilish uchun masalan bitta savolga 2.2 berilgan bir xil fallada. Qo'llashda nechta savol bor? 6 tadir, 5 tadir qo'llash uchun. Va bali nechi? 5 bo'lsa 5. Xo'p, mana yozamiz. 5 ta mulohaza qilish bali deylik kattaroq bo'ladi, to'g'rimi? 5 baldan misol uchun. Keyingini bosamiz, o'zi hisoblab oladi. Yana o'sha yuklab olganmiz. Bitta bosamiz. Mana chiqarib beradi. Xullas bu yerdan o'tib ketamiz endi. Yana keyingini bosamiz. Mana bu yerda keldi. Xo'p, bu test variantda bo'ladi, to'g'rimi? Hammada menimcha shunaqa. Birinchi savolda masalan Azam Shohxo'ja nechi baldan birinchi savolga to'g'ri topdimi? To'g'ri topgan bo'lsa, bitta ichga xullas mana shunaqa qilib belgilab chiqamiz. Hammasi kim to'g'ri topgan bo'lsa, xullas mana men kiritib tashladim endi. Uni tekshirib turib kiritib chiqasiz. Xullas birinchi tekshirib olasiz qog'ozga yoki o'sha o'quvchini ishiga tekshirib nima qilib olsangiz, keyin bemalol mana bunaqa qilib topib o'quvchini ismini shunaqa qilib chiqsangiz bo'ladi. Bemalol ko'rib turasiz. Telefonda ham o'ngga surib ketaversangiz, mana familiya ham yuraveradi. Demak, saqlashni bosamiz. Mana bu ham saqlandi. Yana bir marta ko'rsataman, mana yukladik. PDF shaklida yuklashni bosamiz. To'lov qilishga o'tkazadi. To'lov qilishni bosamiz. CSBlar 3000, BSB esa 2000. Demak, hoziroq to'lovni bosamiz. Demak, karta raqamini so'raydi. Endi meni kiritilgan, siz kiritasiz. Xo'p, shunda продолжitni bosasiz. Telefoningizga SMS keladi. Buni bosamiz. Endi hali yangi, shuning uchun har bir 10 ta 15 ta sotib oladigan qilamiz hali. Mana bo'ldi. Endi yana o'sha saytga o'tib olamiz. Saytga o'tib olganingizdan yana yangi CSB yaratib ketaverasiz. Endi PDF qayerga tushdi? Qidirmang bu yerdan, bu yerga tushmaydi. Yana o'sha BSB botingizga tashlab beradi. Mana ichiga kirdik. Xo'p, endi sizga kerakli bo'lgan fayl mana bu birinchi pej. Mana bilishdan qancha ball olyapti? Jami 58.8, hammasini chiqarib beradi bu yoqqa mana. Bilish 50% natija beryapti, qo'llash va hokazo jami shuncha. Bitta o'quvchiniki pastga tushsiz, jami bilish qo'llashi 18%, qo'llash 11%, mulohaza qilish 11%, jami 14%. Qaysida agar kamchilik bo'lsa, mana bu yerga yozib qo'yadi o'zi. Metod birlashma rahbari va hokazo. Mana bu yoqda siz belgilagan nima ham turibdi. Buni xohlagan vaqtda elektron variantdan hujjat qog'oz varianti so'ralsa, bemalol chiqarib olishingiz mumkin yoki hammasini bitta papka qilib turib elektron variantda qilib qo'yishingiz ham mumkin. Shu kimgadir manfaatli bo'lsa, yana kimlargadir taklif qilib bemalol foydalansangizlar bo'ladi.